Yaqinda talabam 3 yilga Avstraliyadan deport bo'ldi. Kelinglar batafsil tushuntirib beraman. Coviddan keyin Avstraliyaga boruvchi talabalar soni yildan-yilga oshmoqda. Bu juda zo'r natija, lekin ba'zi talabalar u yoqqa borgandan so'ng talabalik qonun-qoidalarini qo'pol ravishda buzmoqda. Yaqinda talabam 3 yilga Avstraliyadan deport bo'ldi. Kelinglar batafsil tushuntirib beraman. Talabam Avstraliyaning eng nufuzli o'qishlaridan biriga qabul qilinib, vizasini olib ketgan edi. Ogohlantirishimga qaramasdan, ozgina vaqt o'tgandan so'ng universitetdan kollejga talabam переводga bordi. Bir necha yil davomida talabam o'qishni o'tkazib olgandan so'ng qurilish sohasida darslarga qatnashmasdan ishlab yurdi. Ta'til paytida O'zbekistonga qaytdi va oradan vaqt o'tib Avstraliyaga borganda alamli voqealar o'sha yerda sodir bo'ldi, chegarada. Aeroportda 7 soatlik intervyuga talabani immigration officer alohida xonaga, maxsus xonaga olib kirib ketildi. U yerda talaba qachon o'qishga kelgan, qaysi o'qishga kelgan, nima uchun o'qishni o'zgartirgan va qayerlarda yashagan, hozirgi o'qiyotgan o'qishini to'liq nomi, professorlari kim, ushbu savollar berilgan, lekin afsuslar bo'lsinki, talaba bu savollarga javob bera olmagan qoniqarli ravishda. Xulosa qilib, immigration officer talabalik qonunlariga rioya qilmaganini inobatga olib, davlatdan chiqib ketishga buyruq berildi. 2 kundan so'ng qaysi davlatdan talaba uchib kelgan bo'lsa Avstraliyaga, o'sha davlatga qaytadan bilet olinib va qo'lida kishanlar solinib samolyotga kuzatildi va qachon samolyot ko'tarilganda kishanlar yechildi. Xulosa qilib aytganda, Avstraliya talabalik vizasi orqali keldingizmi, barcha qonunlarga to'liq rioya qiling. Kelajakda sizda bunday muammolar bo'lmaydi.